Xitoy Wuhan vabosiga qarta elindigan odatdagi tibbiy va karantin jihatdagi chora-tadbirlardan sirt qanday qilish lozim? Avtori doktor Abdulaziz Rahmatullah. Birinchi, eng muhim bo'lgani Alloh taolaga ishonch qilish va uningga haqiqiy tavakkul qilish. Shundaqla o'ziga va atrofidagi har qanday narsaga faqat Alloh taqdir qilgan narsalar bo'ladiganiga ishonish. Alloh taolo mundaq deydi: "Aytqinki, bizga faqat Allohning taqdir qilgan narsasi yetadi. O bizning madadkorimizdir. Mu'minlar Allohga tavakkul qilsin." Ya'ni mu'minlar hamma ishni Allohga topshirsin, undan boshqa hech ahadiga yo'lanmasin. Tövbe surasi 51-oyat. Ikkinchi, bizni pokizlikqa buyurgan. Hatto kunda necha vaqt tahorat elib, turlik munosabatlarda necha qatim g'usli tahorat elishni ibodat qilib belgilagan Allohga islom ne'mati, imom ne'mati va yemak-ichmak, kiyim-kechak va muhit pokizligi qatorliq nurg'unlagan pokliklar uchun davomliq hamd va sano va shukr aytib turish kerak. Shundaqla bizni iymonda va haq yo'lda sabatliq bilan turg'izishni tilash kerak. Uchinchi, bu vabo Alloh taolo avatgan azob bo'lib, Alloh uni xohlagan kishilarga avatadi. Musulmonga yuqqan taqdirda boshqalarga yuqtirib qo'yishdan saqlanib, karantin qoidasiga rioya qilib, sabr qilsa, Allohga ishonib, savob, umid qilsa, agar vaboda tugab ketsa, u kishiga shahidning ajri beriladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ayoli Oysha radhiyallohu anhu mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan vabo to'g'riliq so'rgan edim. Rasululloh menga mundaq so'zlab bergan: u bir turlik azob bo'lib, Alloh uni xohlagan kishilarga avatadi. Alloh uni mu'minlarga rahmat qildi. Kimiki vabo tarqalganda sabr qilib, savob, umid qilib, o'ziga faqat Alloh taqdir qilgan narsalarla bo'ladiganiga ishonib, o'z yurtida tursa, u kishiga shahidning ajriga o'xshash ajr beriladi. Buxoriy 3474-hadis. 4. Vabo tarqalgan yurtdagilarning boshqa yurtlarga chiqib ketishi, shundaqla boshqa yurtdagilarning vabo tarqalgan yurtga berishi harom. Albatta, bu biror shahar yoki kentda ma'lum darajada tarqalgan ahvolda shundoq. Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhuning o'g'li Ibrohim mundaq degan: Usama ibn Zayd radhiyallohu anhuning otam Saidga Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan mundaq hadis so'zlab berganligini anglagan edim. Bir yerda vabo kesili bor ekanligini anglasanglar, u yerga kirmanglar. Agar vabo kesili sizlar bor yurtga tushsa, u yerdan chiqib ketmanglar. Buxoriy 5728-hadis. 5. Boshqalarga ziyon urmaslik uchun o'zining virus bilan yuqumlanganligini bilgan kishi darhol doktorxonaga o'zini ma'lum qilishi, yuqumlanganligini yoshirmasligi kerak. 6. Vabo tarqalgan taqdirda karantin xodimlari ogohlantirgan taqdirda jamoat namoziga va juma namoziga qatnashmay, namozini uyda o'qisa bo'ladi. Buni xatar darajasiga qarab va davlat karantin mas'ullari belgilaydi. 7. Atigan oqshomda
va har doim Allohni yod etish va zikr duolarni qilib turish kerak. Osman ibn Affan raziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki har kuni atigan va oqshomda 3 qitim osmondagi va zimindagi har qanday ziyondoshning ziynidan qo'g'dang'ili bo'ladigan Allohning ismi bilan qo'g'dinaman. Allah hammani anglag'uchi va bilgichidir degan duoni o'qisa, uningga hech qanday ziyon zahmat yetmaydi. Tirmizi 3388 hadis. Abdullah ibn Huyab raziyallohu anhu mundaq deydi: Biz yomg'irliq qop-qorong'i bir kechada payg'ambar alayhissalomning bizga namoz o'qib berishni talab qilish uchun uni izlab chiqdik. Uni hammadan burun men topdim. Payg'ambar alayhissalom menga o'qig'in dedi. Men hech nima demadim. Yana o'qig'in dedi. Men yana hech nima demadim. Payg'ambar alayhissalom yana o'qig'in dedi. Men nimani o'qiyman deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom Ixlos, Falaq va Nas suralarini atigan oqshomda 3 qitim o'qig'in. Bu sendiki har qanday yomonlikni dafn qiladi dedi. Termizi 3575 hadis. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Men Miroj kechasi jinlardan ifritning qo'lida mash'al ko'tarib olgan holda orqamdan kelayotganligini ko'rdim. Har qitim orqamga qarsam uni ko'ratdim. Jibril menga: Men sana bir duo o'gitib qo'yay. Uni o'qisang, ifritning qo'lidagi mash'al o'chib qoladi. Shuning bilan ifrit dum tushidi. Mana bu duoni o'qig'in dedi. Karamlik Allohning haqqi hurmati va mayli taqvodor yoki gunohkor bo'lsin, hech kim aytolmaydigan komil so'zlarining haqqi hurmati uchun osmondan balo bo'lib tushgan va osmonga ko'tarilgan yomonliklardan, yer yuziga terilgan va yer ostidan chiqqan yomonliklardan, kecha va kunduzning fitnalaridan, kecha va kunduzning musibatlardan Allohga sig'inib panoh tilayman. Yaxshilik elib kelgan hodisalar buningdan mustasnodir. Ey Rahman. Malik 1773 hadis. Abu Hurayra raziyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Bir odam kelib payg'ambar alayhissalomga: Ey Allohning rasuli, tunugun oqshom chayon cheqib olgan edi, bakmi qiynalib ketdim degan edi. Payg'ambar alayhissalom uningga: Tunugun oqshom vaqtida Allohning mukammal so'zlari bilan Allohga sig'inib, u yaratgan narsalarning yomonligidan panoh tilayman degan bo'lsang, chayon sana ziyon yetkazolmaydi dedi. Muslim 2790 hadis. İbn Ömer raziyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam atigan oqshomda bunu duolarni qilishni hech qachon tark etmaydi. Ey Allah, men sendan dunyo va oxiratlik omonlik tilayman. Ey Allah, men sendan diyonatimga, dunyoligimga, bola chaqalarimga va mol mulkimga omon esanlik va apu tilayman. Ey Allah, mening ayblarimni yopqaysan, ko'nglimni xotirjam qilg'aysan. Ey Allah, meni oldimdan, orqamdan, ustimdan, o'ng va so'l tarafimdan qo'g'dag'aysan. Ey Allah, men sening
büyüklüğünge sığınıp, astı tərpimdən tuyuqsuz hücumğa uçurab, halak buluşdan panah tileymen. Abu Davud 5074 hadis. Abdullah ibn Ömer raziyallahu anhu bir kişiге uxlash aldida, "Ey Allah, mening jinimni sen yarattың. Uni sen vafot topqizisan. Uning o'limi va hayoti sening ilkingda. Agar uni tirik qo'ysang, o'z panoyingda saqla. Vafot topqizsang, uni mag'firat qil. Ey Allah, men sendan salomatlik tilayman" degan duoni o'qig'in dedi. Yenidagi bir odam uningdan, "Sen buni Ömer'dan angladingmi?" deb so'ragan edi. Abdullah ibn Ömer, "Ömer'danmi yaxshi kishidan, ya'ni Rasulullah'dan anglagan" dedi. Muslim 2712 hadis. Anas raziyallahu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq duo qilgan: "Ey Allah, sana sığınıp ah kesili, saranlıq, mahov kesili va boshqa yomon kasalliklardan panoh tilayman." Abu Davud 1554 hadis. Abdullah ibn Ömer raziyallahu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq duo qiladi: "Ey Allah, ne'matingning yo'qolib ketishidan, xotirjamlikning buzilib ketishidan, tuyuqsiz azobdan va barliq g'azabingdan sana sığınıp panoh tilayman." Muslim 2839 hadis. Abu Hurayra raziyallahu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ig'ir balodan, baxtsizlikdan, yomon musibatdan va dushmanning suyinishidan Allohga sig'inib panoh tilayman deb duo qiladi. Buxoriy 6347 hadis. Tugidi. 2020 yili 11 mart.